Sarvar aka. Mana shu installyatsiyalarni buzilib qolsa, remont qilsa bo'ladimi yo zapchastlarini topiladimi? Bo'ladi, конечно. Hammasi videoga olsin. Bo'ladi. Mabodo o'xshasa qo'yib yuboramiz anaqa. Nima edi? Instagramga. Qarang. O'zi bu installyatsiya aslida uncha-munchaga buzilib qoladigan installyatsiya emas. Aslida shunaqa. No, buzilib qolgan taqdirda ham mana. Oson ochilish. Knopkasini oldiz. Buni chiqazasiz. Bu kesilib olinadi o'zi aslida. Kafelda tagida qolib ketadigan narsa bu. Bu ketdi. Mana ikkita ruchkami держать olamiz. Eng qizig'i ichidagi mexanizmi bor. Hop, rezbali bo'lmas ekan, qarab turing. Topdingiz, osongina chiqib kelgan. Ko'rdingizmi? O'zimiz almashtirsa ham bo'ladi. Ha, bemalol shu uyda. Hop, paplovga ham mana. Ichkariroq ichmoqda shu. Mana shunda ham rezbani birinchi bo'shatishdan oldin mana kran bor yopadigan. Hozir mana yopib qoladi turibdi. Yopiladi. Shlankani bo'shatadi. Mana shlankani oldin men o'zim ham o'ylardim. Nimaga bu qo'l bilan qotirib qo'ysa ham ushlab qolar ekan? Narigi oddiy sumisimitli shlankalar bunaqa bo'lmaydi-ku. Bu konusni bo'lar ekanda, paplov ichiga kirib ketargan. Juda udobni, juda qulay. Mabodo rezba bo'shab ketsa ham suv chiqib ketmas ekanda bu. Keyin buni bosasiz pastga knopkasini. Chiqdi. Mana paplov. Bitta, ikkita, uchta harakat bilan bemalol yechib olsa bo'ladi. Ichida o'zi 3 ta dona detal bor. Yana alishtirish uchun xuddi shunaqa qilib, qanaqa qilib yechib olingan bo'lsa, yana joyiga shundan solib qo'yiladi.